15 dövlət, 33 şəhərdəki Lidir Ayallar. Abdori Seher. Mən ötən yılı 4-cü ayının 2-ci günü vətənim Uyğur.net torbətləri və Facebook səhifəmdə bir avaz, bir qədəm, bir hikmət mavzuluq maqal elan qılıb, vətəni və millətinin hayat mamat məsələsini nazuk yelkisiga ilib, bir avaz, bir qədəm bo'lib uyuşub, dünyadakı 14 dövlət, 18 şəhərə adam eqini bo'lib tökülgən jangovar Uyğur ayollarını yer qatlamlarının dərəcədən taşqırı qıstışı bilən dəhşətlik partlab, andın lava bo'lib eqib, andın deniz okeanlarga quyulub, yeni zimin, yeni arallarni paydo qiladigan o't lavalarga o'xshatgan edim. Bu yil bir avaz, bir qadam xalqaroliq Uyğur ayollar harakati dunyoga kelganligining bir yillik munosabati bilan dunyodagi 15 davlat, 33 shahardagi bu o't lavalari Uyğurlar növbətdə duch kelayotgan rəhimsiz reallik əks ettirilgan rasm ko'rgazmasiga liderlik qildi. Ular o'tgan yili ay yulduzliq ko'k bayroqlari bilan lozunka va zulmga qarshi yangroq shuarlari bilan dunyo siyosiy sahnasida muhim rol o'ynayotgan 14 davlatdagi 18 shaharda birli vaqtda namoyish qilib, New York, Sydneydan toki Parij, Istanbulgacha so'zilgan dunyo xaritasida Uyg'ur degan bir millatning mavjudligini, isyonini, cho'qonini namoyon qilgan Uyg'ur davosining Uyg'urlar duch kelgan rəhimsiz reallikning liderligini qilgan edi. Bu yil ular Uyg'urlar kim degan savolga Uyg'urlar xalqaro jamiyatning bir a'zosi bo'lish sifati bilan intayin jiddiy holatda qutqizish va yordamga muhtoj ekanligini ifodalaydigan 70 parcha rasm bilan yana bir qatim dunyoga zulmni anglitishda liderlik qildi. Men burun yozgan maqolalarimda teamwork, ya'ni uyushib ishlash haqida ko'p to'xtalgan edim. Uyg'ur ayollardagi bu liderlikning sehriy kuchi bir-biri bilan uyusha olganligida. Mustaqillik yo'limiz albatta uyushishdan iborat bu süzgüchdən o'tmay o'z yo'liga tushalmaydi. Zulmga qarshi turishning eng muvaffaqiyatli yo'li qaysi deb so'ralsa, bu albatta uyushish. Uyushish va bir nishon, bir maqsad ostida kuch o'lab yugurish nima degan go'zal va huzur halovatlik ish-a? Ay suyimlik lider Uyghur ayollari. Dunyoning har qaysi bulung pushqaqlarda qorong'ulikda qolgan millatinglarni qutqizish uchun yoqqan sham chiroqlaringlarga muborak bo'lsin. Dunyodagi shaharlar aro kuch o'lab yugurgan qadamlaringlarga muborak bo'lsin. Sizlarning isyonkor ro'yinglarga, aql parostinglarga, vijdon g'ururinglarga, to'layotgan badallaringlarga oliy ehtiromlar bo'lsin. Dunyoning kelib ketish tarixida har qorong'ulik ichida bir umid nuri chaqnab turdi. Sizlar qorong'ulikda, chorsizlikda qolgan Uyg'urlarning umid nurisizlar. Allah kurash bilan yug'urilgan umidni hech qachon ko'pikka aylantirmadi. Sizlar millatga bo'lgan cheksiz mas'uliyatchanlik ro'yinglar bilan atrofinglarga umid nur chechivatsizlar. Sizlardek lider Uyg'ur ayollari mavjudli bo'ladigan, sizlardek
zalim Piravin ordusidan ko'krak kerib chiqqan Asiyalar mavjud bo'ladi ekan, Uyg'urlar hamon bir kuni vatanini qurib chiqadi. Xitoyning shirin tushini buzadigan 70 parcha rasm, 70 isbot, 70 tamg'a, bir umid nuri, Gollandiyaning dal o'ttirisiga joylashgan kanallari, munarlari, muzeylari, har xil dinlar bilan tarixiy shaharlik rolni o'ynab kelayotgan O'tiriq shahrining darvozasini chekdi. O'tiriq shahrida Uyg'urlar sanoqliqlar. Ammo Uyg'urlarning sarxil oltin gullari bu shaharga chechilgan. Mana bu Allohning bizga bergan umid nuri. Bu oltin gullar O'tiriq xalqiga faqat 70 parcha rasm bilan Uyg'ur degan bir millatning hikoyasini nihoyatda yaxshi aytib berdi. Vaqt 2019-yil 15 mart. Bugun Lali davlati Gollandiyaning hamma shaharlari sim-sim yomg'ir bilan asir bo'lgan edi. Biz, ya'ni Gollandiyaning Rotterdam shahrida o'tkazilayotgan Uyg'ur radio televiziyasining ichilish murosimiga qatnashayotgan bir qism xodimlar Dünya Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Ayso bilan birlikda O'tiriq shahrida o'tkazilayotgan rasm ko'rgazmasini ziyorat qilishga muvaffaq bo'ldik. 70 parcha rasm, 70 Uyg'ur qismatini so'zlab, astoydillik, suhbat va jasorat qo'shilib, O'tiriq shahrini ona vatanga tutashtirib turadi. Shundoq, Gollandiya ayollarining Hitler Germaniyasi vataniga besib kirganda ko'rsatgan ajoyib qahramonlik hikoyalar bor. Hikoyalarga, qismatlarga qo'shilib, insoniyatning zulmga qarshi qalqonlarini hosil qiladi. Xuddi bahorda erigan muz tomchilarining g'oyat zo'r iqillarni hosil qilganidek, hech kim tonimaydigan Uyg'ur degan bir millatning azobliq hikoyasi Gollandiyaning tarixiy hikoyalari bilan yo'g'rilib ketdi. Tarix bu kunlarni sharaf bilan daftariga yozadi deb o'ylayman. Chanoqlarim liq yosh. O'tiriq shahrida Uyg'urlar duch kelgan bu zulmni Gollandiya tilida to'xtamay anglatayotgan bu söyümlü xonimlarning qo'lini ching siqdim. Bu shahardagi rasm ko'rgazmasiga sahibxonlik qilgan bu umid nurlari, bu oltin gullar, Asiya Uyg'ur, Saniya, Gülendan, Chimangul, Naila, Güliston qatorliq xonimlar edi. O'xshash kun. Ammo Avstraliyaning Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra shaharlarida gullar echilgan. Quyoshliq yoz. Bu yerdimi Lidir Ayallarning yetakchiligida 70 parcha rasm, 70 Uyg'ur qismatini inglizcha so'zlab, butun Avstraliya xalqiga Uyg'urlar duch kelgan ig'ir qismatlarni anglatmoqda. Avstraliyaning bu to'rt shahardagi Lidir Ayallar Yulduz Teyipcan, Ruqiya Muhammad, Halima Valiyev, Zulfiya Abdullah, Ildana Abbas, Ramila, Nurgul Savutlardan iborat. O'xshash kun. Ammo Kanadaning Edmonton shahri texicha qish bilan xo'shlashib bo'lolmadi. Achchiq sovuq va oppoq qor har yerni qoplab turdi. Bir Uyg'ur ona va qizi 70 parcha rasm bilan 70 Uyg'ur qismatini Kanada xalqiga qandoq anglatish uchun paypitak bo'lmoqda. Bu oltin gulning ismi Mukarram
va uning 14 yoshli qizi Mahliya. Bundaq jangovar umid nurlarini dunyoning har yeriga chachqan Allohga ming shukrlar bo'lsin. İngilislarda mundaq bir söz var. Bir aqlliq va jangovar ayol o'z oilasiga, yo'ldishi va farzandlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu oila go'zalligi bilan qo'shnilarga ta'sir ko'rsatadi. Qo'shnilari butun bir jamoatga ta'sir ko'rsatadi. Jamoat davlatga ta'sir ko'rsatadi. Natijada bir ayol bir davlatga barobar bo'ladi deydigan. To'lagan badallari, besivatgan qadamlari bilan Uyg'urlar duch kelayotgan bu zulmlarni dunyo xalqiga anglatib, dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan ay suyumlik bir ovoz, bir qadam xonimlari, sizlar bir davlatga barobarsizlar. Undaqda ayollar lider bo'la olamdi? Albatta. Bundaq bir savolning so'ralishi aslida mantiqiga toza uyg'un emas. Ammo ayollar lider bo'la olmaydi deydigan ba'zi shapilarmi yo'q emas. Bu savol u vajidan. Ayollar tug'ilganda ayol bo'lib tug'iladi. U homildor bo'lgan kundan e'tiboran lider bo'lib qayta tug'iladi. Ummat demak insonlikning ana qavmi demakdir. Ummat so'z tomirdan kelgan bo'lib, demak arabchada ana demakdir. Ummat demak ana demakdir. İmam sözümü aslida so'zidan yasalgan bo'lib, imam demak aslida ana demakdir. Ammo ayollar liderligini har vaqt sahnaning oldida emas, sahnaning orqasida ijro qilib keldi. Uyg'ur ayollarimi hech kim inkor qila olmaydigan lider ayollar bo'lib, bugun ular dunyoga Uyg'urlar duch kelgan bu zulmni anglitishda xalqaroliq o'lchamlarga intayin mos holatda, intayin sifatli holda liderlik qilmoqda. Tarixda o'tgan lider ayollar nurg'un. Masalan, Hazreti Xadicha onamiz. Hazreti Xadicha onamiz ayni chog'da, ya'ni bundan 1400 yil ilgari o'z davlatining mollarini boshqa qo'shni davlatlarga olib sotadigan, u davlatlarning mollarini o'z davlatiga elib keladigan, o'z davrining import-eksport savdogar edi. Selishtirish to'g'ri kelsa, hozirgi Amerikaning eng cho'ng tashqi savdo, import-eksport shirkatlarining liderlari bilan barobar bo'lishi mumkin. Yana kelib Muhammad payg'ambarimizni ishqa olgan bir lider ayol edi. Tugadi. 2019 yil 4 aprel